Dayanatda mashinamiz Chevrolet Malibu jili 2017-yil 200 ming kilometr yurgan Malibu turbo ekan. Altta ko'rsatamiz sizlarga. Bu mashina ekonomik mashina aynalar. Ekonom. Bu auksionda boshlang'ich narxi $3000 boshlanadi. Bu mashinalar arzon aynalar. Burası mashinani yaqin qo'yib taylagan, ochib kirib bo'lmaydi ichiga. Boshlang'ich narxi $3000 boshlanadi aynalar. Shu ko'p bo'lsa $5000-6000 ga asab bo'ladi. Kapotida bitta joyi var ekan, o'g'jiganmi kapotdan almashtirsa bo'ladi. Dubayda zapchas bez problem deydi-ku. Aynalar kimga kerak bo'lsa bemalol abashat saqlab beringizlar, olib jo'natamiz.